Milliy sertifikatda 1-mart va 1-smenaga tushgan savol. Bu yerdan 24ni 1/2-sini ajratib yozib olamiz. 3ni 1/2 hamda 8ni 1/2 deb yozib olamiz alohida qilib. ellik to'rtni 2ni 1/6, 27ni 1/6 deb yozib olamiz. Buni darajasi 1. Darajalar qo'shilsa 3ni 3/2 ko'paytirilgan 8ni 1/2 bu 2ni 3/2. Mana ikkalasini bitta asos bo'yicha yozib olsak bo'ladi, ya'ni 1/3ga 1/6 qo'shiladi. Bu esa 3ni 3-sini 1/6. Qavslarni ochib yuboraman va hamda ko'paytiraman. 3/2ga 1/3ni ko'paytirsam 3ni 1/2. 2ni 3/2 1/3 ko'paytirilsa 2ni ham 1/2. Bular ikkalasi bu 2/6 qo'shilgan 1/6. Shunda 3/6 qisqartirib yuborsam 2ni 1/2. 3ga 1/6 ko'paytirsa 3ni 1/2. Asoslar bitta. Shunda bu ildizosti 6 virus ildizosti 6. Shunda 2 ildizosti 6ning kvadrati ekan 4 ko'paytirilgan 6 24. Demak bizning javobimiz 24 chiqarkan.